Uyingizda go'sht qammagan kunlari menga o'xshash tuxum bilan o'g'ritib yiqing. Ajoyib yeyishlik ta'm tilingizlam qoldi ekan. Cho'ng kichkammaylar yoqtirib ichidi, ishdan yerib kelgan vaqtingizda ajoyib issiq bosadi. Buni qanday qatdimki, qinamiz birlikda o'rganaylik. Avval videoda ko'rsatgan bo'yicha 3 tal tuxumni chiqib, tekshir elashtirib olamiz. Uningdagi yangi so'ng piyoz samsaqlarni videoda ko'rsatgan bo'yicha to'g'rib olamiz. Ko'rib mishakapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar, qo'shvelanglar. Mushunga o'xshash qulay ham yeyishlik bo'lgan taomlardan 60 xil dars tayyorladim. Faqat 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran studiyasi nomeri shu. Avval tuxumni pishirib elib olamiz. Uningdan qozonga azroq may qo'yib, so'ng piyoz samsaqlarni silib, birchika qo'rvatgandan keyin pomidorni silib qo'raymiz. Pomidor ezilib mushallatga yetganda bir qo'shq atrofida pomidor qiyam silvitimiz. Uningdan azroq tuz, yangi ko'k burchaqlarni silib, 2 minut atrofida qo'rib pishirib olamiz. Uningdan cho'ng ustamning suyuqash tetibqisidan bir qo'shq silvitimiz. Cho'ng ustamning cho'ngliqi varmış ailda suyuqash etsam ta'mini yaxshi chiqaramayotma degan xonim qizlarimiz bir ishiltib sinab beqanlar. Ta'mi gap ketmaydi, ajoyib o'xshaydi. Uningdan odam sonimiz qarta muvofiq miqdorda suv qo'yib, qozon qaynagandan keyin o'g'irni silib pishirib olamiz. O'g'ir pishgandan keyin tuxum, ko'ksaylardan silib, ikkilashtirib lam tuz ta'min tetib olsak bo'ldi. Amsa do'stlar, ko'rib qichib ketganlarni chidamasdaymiz-ku. Inkas rayoniga haqsiz gullaringlarni avatib, meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llag'inglarga rahmat. Uydagilaringizga munda suyuqash etib beradigan bo'lsangiz, ta'm tildilam qoldi jimi, ajoyib o'xshab ketibdi-kin. Uydagilar yeni bam deb turib ichib ketdi. O'rganib oldingizmi? Qiynamsizmi etib sinab beqing. Kelarki sanda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.